Roslar, Uyghurlar ve Milli Musteqilliq Yoli. Aptori Nabijan Tursun. Tarix pənlىرى دوكتۇرى. 20-ci əsrinin birinci yarımında Sovetlərinin Uyghurlarning siyosiy taqdirini hal qilgan asosiy tashqi kuch ekanligi haqiqat. Lekin Roslar degan atalg'uni xohlagancha ishlatishdan saqlanish kerak. Sovet hokimiyatida Uyg'urlarning masalasini bir taraf qilib qaror chiqarg'uvchilar qatlami, ya'ni siyosiy byurodikilar Stalindan boshlab ko'p qismi Rus emas. Sovet davlatidagi dastlabki taqdir pichqanlar ko'p millatlik. Stalin Grozin. Agar kerak bo'lsa, siyosiy byuro a'zolarining millatini tekshirib beqinglar. Roslar, Rossiya va Sovetlar davlat va millat hukmlarini to'g'ri farqlantirish kerak. Tarixdagi Rossiya va Sovetlar Rossiyasining bizga qilgan xiyonati oz emas. Lekin bizning shu vaqtdagi o'zimizdan ketgan xatoliklarni va Moskvaning nima uchun bizni qo'llamaslik yo'lini tutishini atrofliq tahlil qilish kerak. Sovet hokimiyati amaliyotda Uyg'ur siyosatida yana Rossiyaning qatmal siyosatini tutdi. Sovetlar Uyg'ur siyosiy qarorini to'xtamay o'zining Sharqi Osiyo va Janubiy Osiyo siyosati ham davlat manfaatlarining foydasini bo'yicha o'zgartib turdi. Hozirmi shundoq. Bizdagi 20-ci, 30-ci va 40-ci yillardagi Rus dushmanlik tashviqoti va bo'libmi O'rta Osiyodan qechib kelganlarning tashviqotlari, shuningdek Ruslarga qarshi islomiy va turkchilik tashviqotlarining birlashtirilishimi ziyonli omillardan bo'ldi. Yuqoridagi nuqtalarni Sovet arxiv hujjatlari isbotlaydi. Sharqi Turkiston yoki Uyg'uriston nomida mustaqil davlat bo'lish va yoki bu joyni besib olishni Rossiya yoki Sovetlar ittifoqi ayni chog'da o'xshashli xohlamadi. Gapning poskallisi, demak, bu uning ayni vaqtdagi davlat manfaati va planlaridan kelib chiqqan. Ko'rvilishqi bo'ludiki, bizni ayni vaqtda hech kim Sovetlar ittifoqidek qo'llamagan edi. Roslar qo'lladi va oxirida qo'llashni o'zgartgan edi. Rossiya O'rta Osiyoda hozirmi mavjud. Rossiya Xitoy kelgusida cho'ng to'qinishga kirish muqarrar. Rossiya va Roslar buni biladi. Dunyoda nurg'un ishlar takrorlanadi. Lekin hozir Roslarning milliy manfaati Xitoy bilan dushmanlashishni talab qilmaydi. O'rta Osiyo rayoni Rossiyasiz mavjud bo'lishi qiyin. Milliy inqilobda Uyg'urlar aldirab, bugun yana Rus dushmanlik tashviqot qilishdan qat'iy saqlanish kerak. Bizga har qanday bir kuch milliy mustaqillik masalasida yordam qilgan taqdirdimi, Ruslarning ko'ngil jihatdan roziliqsiz inqilob hargizmi g'alaba qila olmaydi. Biz milliy inqilob tariximizdagi har ikki tarafning xatoliklarini va qilmishlarining sabablarini tafsiliy tadqiq qilib, to'g'ri yo'l tepishimiz lozim. Xalqaro munosabatlar o'zgarishchan bo'ladi. Mangulik do'st yoki dushman yo'q. Har tarafning o'tkinchi kayfiyatini to'g'ri tushunsa bo'ladi. Misollar ko'p. Qarab baqayli. Nima uchun Turkiya 500 yil elishgan Rossiya bilan keyin do'stona o'tdi va o'tyotdi? Rossiya-chi? Rossiya murakkab siyosiy kuch. Manfaati g'arb bilan bir.
G'arb bilan Rossiya ayrimdak hodislarga aldirab, aldinib qalsaq bo'lmaydi. G'arbliklar va Roslar urush qilgan taqdirdimi, o'zaro tüp mənfəətləri şərqə, cümlədən Xitay və ittifaqıga qarşı ortaq qoğdaydı. 19 əsrdəki Yaqub bəy dövləti və 20 əsrdəki ikki Şərqi Türkistan nemişqə özünü saqlab qalalmadı? Dünya vəziyyəti və Xitay qandaq idi? Özümüz qandaq idik? Yuqur səviyyədə o'ylashib və rəsmi şəkildə tarix ügünüb və tədqiq qilib, məsələni andın analiz qilish kerak. O'qimay turib qilingan ko'chadagi parang bilan ish hal bo'lmaydi. Ilm axloqi bor. Rasmiy kasb ahli bo'lmagan odamlar ko'pincha o'ziga yot kasblar haqida chekinib turib so'zlaydi. Ammo bizda taqchi uchaychining, terichi kavobchining gapiga aralashadi. Xatoni xato odamlar anglaydi, jamiyatda kasal bilim paydo bo'ladi. Kasb ahliga asosan kishilar diqqatini bermaydi. To'g'riga quloq solmaydi. Shunga ishlar ro'naq topmaydi. Bu bir ilmiy va kasbiy axloq. Biz tilga olgan bu masalalarni chaqchaq qilgandek oddiyli o'tkazvatgili bo'lmaydi, albatta. Bu nazik ishlarni akademik saviyada qo'lga elish, to'g'ri yo'l tepish hamma odamning manfaatiga uyg'un. 2019 yili 30 dekabr Amerika